بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Farzand tarbiyasi o'zi tarbiya degan nima degani va dinimizda tarbiyaga qanchalik ahamiyat berilganligini Alloh taoloning bitta kalomida bilishimiz mumkin. Mana har kuni har namozlarimizda, u namozlarimiz farz bo'lsin, sunnat bo'lsin, nafl bo'lsin, barchasida va barcha rakatlarida hammamiz Fotiha surasini qayta tilovat qilamiz. Va mana shu Qur'oni Karimning boshlanish qismi Fotihadan boshlansa, Fotihaning ham ilk oyati, birinchi oyati quyidagi, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alhamdulillahi robbil alamin. Sadaqallohul azim. Ya'ni olamlarni Robbisi Alloh taolaga hamd bo'lsin deb boshlanadi. O'zi Robb degan nima degani? Robb so'zining lug'atdagi ma'nosi tarbiya qiluvchi degani. Qarang, Alloh taolo ilk oyatini, kalomini birinchi oyatidanoq tarbiyaga qanchalik e'tibor qaratgan, hatto o'zini tarbiya qiluvchi zot deb nomladi Alloh taolo. Demak, tarbiya qilish degani Alloh taolodan bandalariga sunnat bo'lib qolgan amal. Va mufassir olimlarimiz Robb kalimasini bir qancha ma'nolarini aytib o'tganlar. Shulardan biri isloh qiluvchi ma'nosi bor. Ya'ni bandalarini barcha ishlarini Alloh taoloning o'zi isloh qiladi. Nima to'g'ri yo'l? Bandalarim, mana bu to'g'ri yo'l bo'ladi, shundan yuringlar. Mana bu yo'l esa noto'g'ri yo'l, bundan yurmanglar deb isloh qiladi Alloh taolo. Bu Allohning Robb ekanligining ma'nolaridan biri. Demak, agar biz tarbiyali bo'lsak, tarbiyaga e'tibor qaratsak, Alloh taoloning birinchi kalomidagi ilk oyatini amalga oshirgan va Alloh taoloning sunnatini dunyoda joriy qilgan inson bo'lar ekanmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil khayr. Farzand tarbiyasi o'zi tarbiya degan nima degani va dinimizda tarbiyaga qanchalik ahamiyat berilganligini Alloh taoloning bitta kalomida bilishimiz mumkin. Mana har kuni har namozlarimizda, u namozlarimiz farz bo'lsin, sunnat bo'lsin, nafl